Elon Musk zat qanchalik qo'rqinchli qadam. Albatta buniki nurg'un shirkatlarning qilmiz. Elon Musk deb qo'ycha tunjulib Tesla insonlarga keldi. Shunami? Ajiba buning Tesla'lar bormi? Amaliyotda Tesla Elon Muskning qo'lidagi nayt bir oddiy, kichkin texnik shirkat. Undan buni nimish qo'rqinchli deymiz. Qolgan shirkatlarning yaxshi yo'lda qilmasi qanday bo'ladi, navad niyatini buzsa qanday bo'ladi deganni ayrim bir to'xtalib baqlik. Endi bu yerda Elon Muskning qo'lida dunyoviy fan texnikalik ajoyib 9 cho'ng shirkat bor. Har qanday birisi insoniyat tarixini, dunyoni o'zgartiradi va aloq o'talaydi. Birinchisi biz bayargandek hamda Tesla toklik mashina yasaydigan shirkat. Hamda hozir nihoyat qiziq deymi bor. Sen toklik mashina olamsan, bayliq mashinami? Hamda toklik mashinalar yoki bayliq mashinalar toklik mashina olgan vaqtning o'zida Tesla eng yaxshi tanlash. Toklik mashinaning eng notisi, eng qaltisi, eng sifatligi Mush Elon Muskning Tesla. Balkim toklik mashina sotib olib, siz boshqa marketga mashinalarni sotib olsangiz, boshqalar zanglik qilish mumkin. Mayliqlar sangumanti arandaq, mayramandaq deb. Lekin Tesla sotib olsangiz, hech kim bir narsa deyolmaydi. Rasmiy yolg'onmi? Hozirgi barliq toklik mashina yasaydigan shirkatlarningki, mush Tesla o'ziningki yasash texnikasi benchensini ichib privatqashqa butun dunyoga haqsiz ishlatsang bo'ladi, bizni doğursang bo'ladi degashga mushundaq taraqqiyotga erishgan. Ikkinchisi SpaceX, ya'ni oldingi sonda degan olam sayohatchilari shirkati. Ya'ni olamni kuzatadigan, Marsga chiqadigan bu shirkat. Bu butun yer sharidagi birdan-bir shaxsiy qurgan raketa olam to'shig'i olam kemasi yasaydigan shirkat. Endi bu Elon Muskning planida tunugun telefon qilib aloqalashgandim qilsam 2050-yili 1 million yer sharlikni Marsga chiqib o'ltiraqlashtirish plani bor ekan. 1 million yer sharlikni Marsga chiqib bir yer shari kentidan birini qurdigan yer shari shahardan bu kentdan eshib ketdi hozir. Endi Elon Musk buni qila olamdi, qilamamdi, unisi noma'lum. Biroq Elon Musk qilamasa hech kim qilmaydi. Endi bu ishning xatiri nada? Navbat Elon Musk o'zining orzusi bo'yicha 1 millionga 100 ming odamni Marsga chiqib bo'lgandan keyin Mars mening yer sharliklar endi kelishma deb yer shari qartan mudofaa belgilab Marsni o'zining qilib yangi sayyorada o'zi butkul sayyorning g'o'jisi vositi. Ham Marsga kelganlarni o'zining quli qilib ham yer shari qaytmaysa deb majbur ishlasichu. Kim bir narsa yolaydi? Xatarli hirbamka. Uchinchisi sun'iy amra yulduz zanjir shirkati. Yani 2015-yildan boshlab bu yerga Musk osmon to'ri planini o'tirib qo'ygan. 12 ming dona sun'iy amrani qo'yib berib, yer sharining orbitasini sirtib yuzini qaplab, yer sharining har qanday yerda signal Wi-Fi normal taqdirgan, yani vurunchi u bo'lib holatga butkul yer sharini to'liq kuzatadigan holatga ekanmoqchi bo'lgan. Endi bu plan allburun boshlanib, hozirgacha 2500 dan ortiq sun'iy amrani qo'yib turib bo'lgan. Demak, o'ylab qo'yinglar. Butkul yer shari sun'iy amra to'ri mashadamning bo'lsa, kelgusiki mayli jang, qatnash, dengiz qatnashi, havo qatnashi hammasini boshlanadi degan hisob yengap. Navada cho'nchilikli qilsang, Washington signalini o'chirib qo'yadi. O paraxod aeroplan emas, poyez manganmaydi degan gap. Xatarlikmika yuz ursa. To'rtinchisi tonul qatnash shirkati, ya'ni vakuumliq magnitlik osmon poyezni o'zining yer osti tonulda mang'izib, eng darajadan yuqori suratga ma'ning suratini kepetgan vaqtida Beijingdan Shanxayga 10 minutli bog'luldi deydi. O'ylab qo'yinglar, mushundaq zo'r qatnashni faqat Elon Muskning shirkati qilyapti. Navada bu ikkinchi taraqqiy qilsa, butkul yer sharini qaplasa, qatnashdimi, eng tez aloqadimi, mushning degani hisob degan gap. 5-si yer osti qatnash orbita shirkati. Aviam qism farqini deganda aningda bularning maxsus Leylim poyez bor. Maningda o'zingning Tesla mashinasini haydab kirib, Tesla'ning ash orbita tonulda mangsang bo'ladi. Elon Musk nim demakchi, hozir mashinalar ko'plab sotilib, insonlarning nutushi ko'paydi. Bu duchochilik Urumchidan karamat ducho olib ketib bordi. Demak, kelgusi texim ducho bo'ldi. Shuning uchun biz yer ostida ayrim Tesla mashinalar mang'aladigan mandaq yo'l yasaymiz deb, hozir bu Amerikaning Las Vegas shahrida allburun yo'l qo'yilib qopti. Las Vegasdagi Tesla mashinasi bola ash tonulga kirib mangdika tez surat qilmaxonaga bormaydi debchi. Demak, qatnash to'rini yeni bir qatim ma'lum degan hisob bo'ldi hamda. Gapimga kirsang, bu yerda mangsa bo'lmasa ustidagi yo'lda duchochilikda qol demakchi madamchi. 6-si quyosh nuridan foydalanib tok chiqarish texnikasi. Hamda bu quyosh nurini sumirib olib tokka aylantirgan bu ish mamlakatimizdan bor. Shunami rayonimiz Shinjongdami? Nihoyat cho'ng mushundaq elektr stansiyalar bor.
Endi bu yerda Elon Musk buni texim qolaylik, texim ko'p tok ishlab chiqara oladigan qilib, har bir oyliklarning o'gisiga bo'lib pingfang o'yga deylik. Ayrim chaplab o'rnitib birdiga. Uning kayni bu sinin uyunniki bayajiga tok ishlab chiqardiga. Butkul uyning tukuni hatto Tesla'ning cho'ngan qilishga yetib oshirdiga. Endi buning oshqini telefonidagi ma'lum bir app orqali Elon Musk qurgan Gongdiangongsiga setib bersang bo'ldiga. Tok elektr stansiyasiga. Mendan mayliq eshib qilib tursang setib birmaydi deb setib olsaqmi bo'ladiga, kamlab qolsa olsaqmi bo'ladiga. Demak, bu ish har qanday bir jumin odatga oyliklar qo'shsaqdi shunami? Bigadimga tok pul to'lab turgandan meni birla ep qo'ysa, ortiq tok olib qolsa sota oladi ekanman deb. Lekin buni chuqum ashulaninki app, ashlarning xizmat to'ridan foydalanishimiz kerak. Unda olsa kelgishda bu yerga Elon Musk butkul yer sharining tukuni kontrol qildi degan gap. Bir kun bilan butkul yer sharining tukuni o'chirib otalaydi, bo'lib qoldi. Niyatini buzgan kuni. Demak, buningdan niyatini buz xatarlikmi-ka? 7-si elektronlik mengulash texnikasi. Yeni adım ko'ryapmiz, buni texniklar eshib, ma'lum bir kichik uzak yaproqchini odamning mengisiga kirdirib, palash bu normal odamlarni harakat qila oladigan, ko'z orqali, ong orqali kompyuterni kontrol qila oladigan bu darajaga keldi. Endi barbara nima demakchi bu taraqqiy qilsa, sening mengangimi mush yaproqchini beni bekitib qo'yma, sizlarning buning hammasini qachlab birma undasin. 10 minutning ichida bu qadi kitob so'zlagandan o'ta yod so'zlaydigan bo'lib ketsa demakchi, anglamoq u bakni o'tish. Bulutmu uğurlarga nispeten şuna vayga maktabda okumsam bo'ladi ekan, manchilik bilimi bir tal uzakka manch bul xashlasam shu alik meni qachilab qo'ydi ekan, to'g'ri. Unda bo'lsa mushni qila olgan odam kelgisa sening meningni kontrol qila oladi degan gap. Xuddi o'zining Tesla mashinasini kontrol qilgandek sening xohlagan kontrol qila olsa, meningni o'chirib olsa, hatto sening xiyolingni mali kontrol qila olish mumkin. Xiyolingni ko'rib yomon xiyolda bo'pti, yomon ishni qilib emas, endi yomon xiyolda bo'lsangmi seni gunoh buyura olish mumkin. Xatarlikmi-ka? Shunga vurullar bak aldirab qo'shib ketmanglar. 8-si hamda telefon yasash shirkati hozir tadqiqot bosqichida Model Pay telefoni, Tesla telefoni deb biz manchi buni so'zlagan. Hamda bu telefon quyosh nurida o'zini cho'ndigan qila oladi, mangu qaytib qolmaydi, o'zining osmon to'g'rilig'i ulinib, balqi ishki saqlag'uchi yo'q, butunlay sun'iy amradan tushib ishlasa bo'ladi. Hatto bayargan mengizga ulangan yaproq orqali bu telefon kontrol telefon ura oladi, o'zining Tesla mashinasiga ulindi. Demak, mavi yeni bir qatim sening qishingda bir narsa bor, men kontrol qila oladigan deya keldi. Tesla telefonga davran savat qil, nekim qachon chiqdi kitab. Endi 9-si ahli iqtidorlik mashina adam, ilqi Grok AI'ni chiqarib atdi-ku. Tesla'ning mashina adami deb tunuq biz. Demak, endi buning mashina adam chiqsa, ilqi verishimizning men bilan mashina adam degan kinosini ko'rgan bo'g'inglar. Kelgusida shunday bir ishlar chiqmaydi deb hech kim bilansizlik olmaydi. Onun için Tesla'nın maşinisinin kurulması ne aşkına okşayırken çırayın bir cüp durduğucu. Endi bu yerdeki AI taraqqiy qilib buludu. Mushundaq aqli iqtidorli mashina odamlar. Lekin bular meningcha kelgusida bundaq vaymay turishadiganlarni, taksi shoferlarni, bu odat insonlar turmushni qanday qilib bu ushaq-tushak ishlarga esilmay, biz qilolmaydigan, hayotda badlimizga qildigan masalan ajoyib dahshat o't o'chirish deymiz, shunami? Yadro elektr stansiyalarga o't ketganda deymiz, biz insonlar baranmaydigan, qilolmaydigan xatarlik, Marianna cho'kmisiga cho'kib baqamdi, jumlangma cho'qqisini sirnachamdi, qilolmagan ishlarni qildiganning o'rnini buludi deb o'ylayman. Nada odatga odam qilayotgan ishni ma'mi qila oldi deb buningdan mazaq talashmay. Deganim to'g'rimi? Demak, Elon Musk ham qudratli, aqlli ham qo'rqinchli ekan. Endi tushundinglarmi? Bundan birdan yaxshi yurganlarni aytmanglar. Rahmat.